Hozir shu yerda hali juma namoziga vaqtli erta. Lekin shu yerda kimdir biror bir narsani eshitaman, shuni eshitib hayotimga tatbiq qilaman deb kelib o'tiribdimi? Shuni bilib qo'yaylik. Farishtalar hozir hammani yozib borishyapti. Falonchini o'g'li pistonchi, falonchini o'g'li pistonchi, hammani yozishyapti. Shu kelganlarni hammasini hisobotini Alloh subhanahu va taologa berishar ekan. Ular aytishar ekan: "Ey Robbimiz, seni falonchi bandalaring falon masjidda to'planib, seni yod etishyapti, zikr qilishyapti, Qur'on tilovat qilindi. Qiblaga qarab o'tiribmiz. Allohning oyatlarini, hadislarini biz gapiryapmiz. Alloh Robbul alaminga har bitta odamni nomma-nom etib chiqilinar ekan. Kimni nomi Allohning huzurida, demak, aytilinishlikni istaydigan bo'lsa, ko'proq ma'ruzalar bo'ladigan joyda ko'proq hozir bo'lish kerak ekan. Alloh azza va jalla keyin aytar ekan, nima xohlashyapti ular? O'zi bilib turib so'rar ekan malaikalardan, nima xohlashyapti to'planganlar? Ey Robbimiz, ular sendan rahmatingni so'rashyapti. Ular sendan jannatni so'rashyapti. Nimadan panoh tilashyapti? Do'zaxdan panoh tilashyapti. Bu hadis uzun aslida, biz hozir kerakli joyini olyapmiz. Alloh subhanahu va taolo ularni so'raganini berdim deyilgan. So'raganini berdim. Jannatni so'rayotuvmidi? Berdim. Do'zaxdan panoh tilayotuvmidi? Ulardan ozod qildim do'zaxdan deyilgan. Demak, nomlarimiz Allohning huzurida zikr qilinishligini istaydigan bo'lsak, yaxshi suhbatlar bo'layotgan joyini tark etmasdan o'tirishligimiz Allohning huzurida bizning nomlarimiz zikr qilinishligi bilan inshaalloh davomli bo'lar ekan.